Assalom güzel analar. Analar bayramınlarga mübarek bolsun. Tövendeki şiirim bilen analar bayramınlarını çın könglimden qutuklayman. Anamga begişname. Aslasam anam şirin söz idi. To'quydi sehrlik ming bir hikoya. Vıqıldab kületdi bizdin zoq elib. So'rasak agar biz bu qandaq hikoya. Aslasam anam xushchiroy edi. Hammaga qizg'in mehmondo'st edi. Taklifsiz kelgan mehmonlarg'imi dastig'ini rangdori gul chiroy edi. Aslasam anam mehribon edi. Mehrli qarab erkiltar edi. Kelsa hit bayram tang'ichi ko'z yummay shodlansin bizni deb to'n tikar edi. Anam bir madadkor edi. Yiqilsaq bag'riga chin bosar edi. Navoda qozonsak shonu shavkatlar faxrimda suyunib shodlanar edi. O'ylansam anamga madiyam zo'rdir. Singdirgan amgigi sonsiz yulduzdir. Va lekin ajrdan ko'rdimu rahat. Mana bildim anamda beg'ishlash zo'rdir. Kechirgin ana, ketdim yiroqqa. Parishon bo'lsangmi sabab ko'rsatib sana. O't ustida aytding shu mardona so'zni. Qilaman hammanglarga duo, roziman sana. Mana bu anamning unutilmas so'zi. Ulug'lunar qalbimda uning obrazi. Mana bu anamning fidokor qalbi. Yatlar o'tliq sevgisi dilimda mangu. Ana, sen uchun to'xtamas duo. Qilgan ajringa chunki men guvo. Jannatga yetkizsin ulug' Rabbimda. Qilaman sen uchun yomg'irliq duo. 2019-yil 12-may Amerika. Mikrofon oldida kitob o'qish munbiridan Mehray Rahman.